Birlashgan Arab Amirliklari rasman Eronga qarshi urushga qo'shildi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga birinchi zarbasini berdi deb xabar berdi Isroilning Ynet portali. Zarba Eronning tuzlantirish zavodiga qaratilgan va Isroil hozircha bu shunchaki rejimga signal ekanligini va agar Eron hujumlari kuchayib ketsa, Birlashgan Arab Amirliklarining cheklangan miqyosda bo'lsa ham kampaniyaga qo'shilish ehtimoli borligini baholamoqda. Isroil o'z qo'shinlarini quruqlik amaliyoti o'tkazish uchun Eronga yuborishni rejalashtirmayapti. Isroil prezidenti: "Menimcha, Qo'shma Shtatlar ham o'z qo'shinlarini Eronga yubormaydi" deya qo'shimcha qildi Gersog. "Biz Hormuz bo'g'ozini yopmadik. Bo'g'oz aslida o'zini o'zi yopdi." Eron Milliy xavfsizlik kengashi vakili. Eronning taxminan 10 million aholisi bugun tongni mana shunday qarshi oldi. Boisi AQSh va Isroil shaharning yonilg'i omborlarini nishonga olgandi. Isroilda jarohatlanganlar soni 2000 ga yaqinlashdi. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil va Eron o'rtasidagi urush boshlanganidan buyon 1929 nafar kishi jarohatlanib, shifoxonalarga olib ketilgan. Aytilishicha, ular raketalar va dron hujumlari hamda ularning oqibatlari natijasida jarohat olgan. Bugun ertalab Eron g'arbidagi Kurdiston viloyatida joylashgan Eron harbiy bazalari ham kuchli bombardimon qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu: "Biz Eron xalqining taqdirini o'z qo'liga olishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratishga harakat qilyapmiz", dedi Isroil bosh vaziri. AQSh va Isroil Eron o'rnini egallash uchun maxsus kuchlarni jalb qilishi mumkin. Axios AQSh va Isroil o'rtasida Eronga maxsus kuchlarni joylashtirish imkoniyati bo'yicha muzokaralar haqida xabar berdi. Manbalarga ko'ra, jinoiy operatsiyaning maqsadi Eron uran zaxiralarini musodara qilish yoki nazorat qilish bo'lishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Washington tog'li hududlarda joylashgan yaxshi himoyalangan yadroviy inshootlarga noqonuniy kirish uchun Eronga amerikalik yoki isroillik maxsus kuchlarni joylashtirishni ko'rib chiqmoqda. Eronning bir qator zarbalaridan so'ng Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al-Dahafra aviabazasida ko'zga ko'rinarli zarar yetdi. Ali Larijoniy: "Amerikaliklar yo'lning oxiriga kelib qoldi va ularda bundan ortiq qiladigan ish yo'q. Bizning raketa salohiyatimizni yo'q qilish haqidagi gaplar esa faqat orzu-xohishlar xolos. Biz ta'kidlaymizki, Eronning raketa omborlari to'liq saqlanib turibdi va biz bu sohada aql bilan va puxta reja asosida ish yuritamiz", dedi Ali Larijoniy. Isroil Eron neft obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirdi. Netanyahu va Trampning Eron haqidagi bayonotlari. Netanyahu: "Biz Eronni bo'lishni maqsad qilyapmiz." Donald Trump esa bu tugagach Eron xaritasi ehtimol hozirgidek bo'lmaydi deya bayonotlar berishdi. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti mamlakatni urush holatida deb e'lon qildi. Yangi burilish: Bahrayn Trump bilan tuzilgan ikki tomonlama kelishuvlar, koridorlar va mudofaa shartnomalaridan chiqishni rejalashtirmoqda. Bunga sabab sifatida AQSh Eronning dron va raketa hujumlari fonida Bahrayn hududi, xususan Babko neft obyektlarini himoya qila olmayotgani aytilayotgani ta'kidlanmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan havo hududini boshqa davlatlarga foydalanishga bermagan mamlakatlarning fuqarolik infratuzilmalariga hujum qilish to'g'ri strategiya emas. Bu Isroilning kengayish siyosatiga xizmat qilib, uning manfaatlariga yo'l ochib beradi, dedi Hakan Fidan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi asosiy radar tizimlari va THAAD havo mudofaa tizimlari yo'q qilingani sabab mintaqadagi AQShning kuzatuv, tutib qolish va havo mudofaa tarmog'ining katta qismi ishdan chiqqan. Shu bilan ko'p yillar davomida barpo etilgan xavfsizlik qalqoni amalda qulab tushdi. Bu esa mintaqa osmoni endi Eronni yanada kuchli hujumlari uchun ochiq ekanligini anglatadi, dedi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi.